Statistika ma'lumotlariga qaraganda, Koreyaning Seul shahrida oxirgi 1 yil ichida uylar narxi 18% ga ko'tarilib ketgan. Ayniqsa New Yorkdan uy olaman desangiz, yaxshi uy $50 million atrofida bo'ladi. O'rtoqlar, shaharning yaxshi joyidan, yaxshi lokatsiyadan uy olgan odam yutqazmaydi. Toshkent shaharning yaxshi joylaridan, markaz joylaridan ham yer topish, joy topish qiyin bo'lib ketyapti. Lekin sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Yunusobod tumani Ahmad Donish ko'chasida 17-shahar klinikasining ro'parasida joylashgan Registon mahallada xohlasangiz 2 sotuvli quruq yer, zo'r mahalladan tayyor asfaltlar bilan, xohlasangiz yonidan korobka 5 xonali 2 qavatli uchastkani sizlarga ko'rsatib beramiz. Har bir katta orzu kichik qadamlar bilan boshlanadi. Mana shu korobka xonadon bo'lsa, ertangi chiroyli hayotingizning birinchi qadam bo'lishi mumkin. Chiroyli ajoyib bir fasadlariga ega, hovlisida yozgi oshxonalariga ham joy qoldirilgan, zeleniy zonalari qilingan. Binoga kirganimizda hol va chap tomonimizda mana shunaqangi oshxonamiz, panorama oynalari hovlilariga qaragan. Pishgan g'ishtdan qurilgan har bitta qavatning orasiga plitalar tashlanib, baquvvatgina qilingan ekan. Birinchi qavatimizda o'zida mana shunaqangi yotoqxona, mehmonxona, oshxona va hol qismlari qilingan ekan. Orqa hovlisini mana shunaqangi kenglikka ega qilib qurishgan, havo aylanishi va tabiiy yorug'lik bilan yoritilishi uchun qilingan ekan. Dam olish zonasi uchun podval kerak degan akalarimizga to'liq podval qilib, xonalarga alohida qilib bo'lib ham qo'yishibdi. Pishgan g'isht bilan o'rtoqlar, qoyilmisizlar? Shaharning markaz, gavjum joylardan, mana shunaqangi zo'r lokatsiyalardan menga ham shunaqangi uchastkalar nasib qilsin deganlar videoga like bosib qo'yinglar. Podvallar o'zida 3 ta xonasi bor ekan. Endi ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta xonani ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, bu xonadon 2 sotuv maydonga qurilgan 3 ta o'rinli xonadondir. Narxini startiviy 270 ming so'rashyapti. Yonidagi yer narxini egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Xohlasangiz yer, xohlasangiz korobkani sotib olishingiz mumkin. Endi buni 100% bitkazgungacha necha pul ketadi deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hurmatli mijozlar, agar sizda shunaqa imkoniyat bo'lganda mana shu korobkani olarmidingiz yoki yonidagi yerni olib o'zingiz qurarmidingiz? Albatta fikrlarni qoldiringlar. Uy bozor TV'ga obuna bo'linglar. Mana shunaqangi yer va korobkalar berib boriladi. Salomat bo'linglar.